Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ajoyib bo'lgan so'rilarimizni ko'rib turibsizlar. To'ri so'yma nomlari ham. Mana sizlar to'liq ma'lumot berib va to'liq va ko'rsatib olib o'tib ketiladi mana. Oyoqlar yong'oqdan bo'lgan, qolgan yerlar o'sha sasnadan bo'lgan. Mana bitgan jarayonlari pul-putishlar qo'yib, chiroyli holatlarini ham misoldan ko'rsatib o'tilib ketilgan mana ko'rib turibsizlar. Bu ya'ni mebel svetda karishnoy varianti. Bular besvet holatlari mana. Delasi boshqacha, buni delasi boshqacha. Bitta turgan so'rilarimizni ham ko'rib turibsizlar. Shohona so'rilarimiz. Bular esa qimmatroq yuradi. Endi oyoqlariga va razmerlariga keladigan bo'lsak, oyoqlar yong'oqdan bo'lgan, razmerlar 2,5 ga 3. To'ri so'yma nomlari ham mana to'ri so'ymalari ham katta, o'ymalari ham. Bunisi ham xuddi o'sha razmerda bo'lgan. Buni delalari mana boshqacha bo'lgan ekan. Ya'ni sal injiqroqdan bo'lgan ekan. Bu shohona so'rimizga keladigan bo'lsak, yong'oqdan bo'lgan, bu ham 2,5 ga 3. Pon oyoqlarigacha yong'oq, tagi qismi, oldi qismlarigacha yong'oqdan bo'lgan. Mana lagalardan ko'rib turibsizlar. Qalindan, ya'ni baquvvatidan qo'yiladi, keyin ugonlikda qotiriladi. Mana ustalarimiz qotirilyapti. Keyin hozir bu so'rimiz, kravatimiz hali tayyor bo'lgan yo'q. Tayyor holatini bir ko'rsatib qo'yilgan. Mana bunga o'xshagan chiroyli bir bitni fasollarni qo'yib, chiroyli holatga keltirib, keyin laklanadi-da, Xudo xolasa. Ishlash sifati baquvvatlik behijolat. Birinchi qo'l o'zimiz ustamiz. O'zimiz tayyorlaymiz, adashib qolmanglar. Ishda sifati baquvvatligiga behijolat o'sha gap. Savollar bo'lsa kommentariyada yozishlaring mumkin. Bitta like bosib qo'yasizlar, ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Hammasi uchun kattakon rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha aloqaga chiqaveringlar. Doim telefonlarimiz shay holatda turadi, azizlar. Bu so'rilarimiz bitgandan keyin narxi chiqadi. O'ta qimmat emas, kelishtirib beriladi. Boshqalarga qaraganda biz ishlarni bemalol solishtirib, narxigacha solishtirib qo'yaverasizlar, azizlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. Savollarga to'liq va javob berib o'tishga harakat qilamiz, azizlar. Ko'rishganda ko'rishguncha ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p.